Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga xush keldingiz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Idiqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamoati, tarixiy roman G'ani Batur, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Әмді аңлайдығыныңлар, tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziyo Samadi. Nashrga tayyorlag'uchidan. Assalomu alaykum, hurmatli o'qirmanlar. Siz o'qiyotgan bu kitob vatan ichi va vatan sirtida to'nilgan jamoat arbobi, atoqliq yozg'uchi, barliqini vatan millatning ozodlik ishlariga atgan ustozimiz, faxrimiz Ziyo Samadi akaning nadir asarlaridan biri bo'lib, bu asar 1978 yil yozilib, Qozog'istonning Olmuta shahrida tunji qitim Kiril yeziqidan nashr qilingan. Mərhum ustozimiz Ziyo Samadi əpəndi chet elga chiqib ketishning oldida Avtonom rayonluq madaniyat nazoratining naziri, yozuvchilar jamiyatining raisi qatorliq katta mansablarda bo'lgan bo'lsa-mu, ammo vatan millat manfaatini hammadan yuqori ko'rib, borliqini vatanga beg'ishlagan. Shu yo'lda harmay talmay kurash qilib, o'zining vatanga bo'lgan mehri muhabbatini va xizmatini qalami orqali ado qilgan Uyg'urning suyimlik farzandidir. Shu sababdan Xitoy kommunist doiralari Ziyo Samadi apandini xatarlik unsur hisoblab, kurashga tortib, xalq dushmani qalpiqini kaydirib, uzun muddat turmaga tashlagan edi. Turmadan chiqqandan keyinmi qalam ko'rishini to'xtatmadi. Dushmanga bo'lgan g'azab nafratini davomli ifodaladi. Chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan bu o't yurak Uyg'ur o'g'lani vatandan ayrilgan bilanmi ko'ngli ko'ksi yanala vatanga talpindi. Chet elda o'tgan hayotidami davomli qo'liga o'tkir qalamini elib yezishni davomlashtirdi. G'ani Batur romani uning chet elga chiqqandan keyin yozgan nurg'unlagan adabiy nadir asarlarining biridir. Mazkur asarda G'ani Batur obrazini muvaffaqiyatli yaratib, uning milliy xoslikqa ega qahramonlik ish izlarini aynan yoritibla qolmasdan, balki butun Uyg'ur millatining turmush usullari, murakkab ruhiy dunyosini inchga suratlash orqali Uyg'ur xalqining madaniyat, urf-odati va turmush usullarini ajoyib obrazliq gavdalantirgan. Shundoqla xalqimizning milliy zulmga bo'lgan qarshilik harakatlarini va Xitoy go'mindang bosmachilarining xalqqa solgan ig'ir zulmlarini odatdagi oddiy dehqondan tortib shahar oilasigacha, maktabdagi o'quvchilardan tortib ma'rif sepidagi ishchi xizmatchilargacha, qisqasi Uyg'ur jamiyatining har sohasidagi ommaning dushmanga bo'lgan qurolliq kurash, urush jarayonini bir-birlab tasvirlab bergan. Siz bu kitobni o'qish orqali ajdodlarimizning boturlik dostonlaridan ma'lumotga ega bo'lish bilan birga, yana xalqimizning hozirgi Xitoy kommunist bosmachilarini vatan tuproqidan haydab chiqarishdan iborat buyuk orzu istaklariga armas talmas kurash ruhiga taqlid qila olasiz. Siz kitobni o'qib o'tib, o'zingizni xuddi G'ani Batur bilan billa janggohda jang qilayotgan bir jangovar inson sifatida dushmanga qarshi o't echayotgandek his qilasiz. Kitobni marhum ustozimiz Ziyo Samadi apandining o'g'li Rizo Samadi va qizi Bilqiz Samadiylarning ta'minlagan asli nusxasi bo'yicha kompyuterga ilib tahrirlab va korrektorligini qilib, mushu holga keltirdim. Kitobda xato ketgan, undaq yoki mundaq savalliklar bo'lsa, o'qirman qarindoshlarimning tanqidiy fikr berishini so'rayman hamda minnatdorligimni bildiraman. Hurmat bilan Abdurshid Hoji Kerimi, Shvetsiya, Stokgolm, 2011-yili 5-oyning 29-kuni. Muqaddima. O'g'lon bahor fasli terilg'u mezgilida tug'ildi. Dehqon ota uy qo'shni chiqarib,
әмділа өйге yanmaq болып turishig'a mahalla tarafdan to'riq qulanni choptirib kelgan 12 yoshlardagi bola neridilla varqirdi. So'yincha, tag'a, so'yincha. O'g'ilmi, qizmi? So'radi bolaning nima aytmoqchi bo'lganini bilgan dehqon. O'g'il, qora targa tushgan qulanni to'xtatdi bola va o'g'il bo'lganda yana qandoq demamsiz? Yo'g'onliqchu 3 yosh boladekla. O'g'il unlik varqirdi xushalliqini ichiga sig'dirolmagan dehqon. Uning ota mehri to'lgan shodliq ovozi binamlik tekchida aks sado hosil qildida Avral tig'ini bo'ylab oqadigan Qosh daryosining o'rkashlik shovqiniga qo'shilib, yiroq-yiroqlarga ketgan edi. Dar haqiqat, o'g'il bola tug'ilgan chog'da ona yer so'yinib, tog'lar dal daraxtlar egilarmish. Endi otining xushalliqi bo'lsa, cheksiz, beqiyos albatta. Bo'shik sig'maydi dedingmi, o'g'lim? Iniqlamoq bo'ldi. Oq aralagan burtini mag'rur to'lg'an holda dehqon. Ha, tasdiqladi bola va qo'shimcha qildi. Ko'rsang borg'u, hayron qolasan. Dehqonning yuzidagi qo'riqlar o'rnida illiq tabassum o'ynadi va xushxabar yetkazgan bolani otdan ko'tarib olib peshonasidan so'ydida, sen degandek zo'r bo'lsa, ashu botirimga atab yana bir tal bug'doy terib etay. Dehqon ota bir jup uyni qaytadan qo'shqa qatdi. Bir tap o'siliq yerga uruq chashdi. Qo'shni tapqi soldi. Uning tash ichkari degan odatdagidan ko'ra xush kayfiyat ovozi gugum tushguncha etizlikdan anglanib turdi. Dehqon otaning ajri, aqidasi bekorga ketmadi. Ana shu bir tap bug'doyni o'sh qiygan o'g'lon oqibat botir bo'lib o'sdi. Birinchi bob. 3 otliqning biri Uyg'ur, biri Qozoq, yana birisi Mo'ng'ul. Her üçlisi yosh va quvvat. Abdidan g'ayrat, shijoat yig'ib turibdi. Ko'rsang zo'qlanasan, qarab havas qilasan. Ular mingan o'ynoq otlar yo'lga sig'ishmaydigandek yo'l talishib, tizgin serib, ikki yonga ko'vik tashlashib kelishmoqda. Yigitlar daryo bo'yiga yetib kelganda otlarining tizginlarini tortishdi va yerga tushdi. Xili uzun musofani bosgan otlar yeniklashgandek oyoqlarini kerib silkinishdi. G'angzongni chiqarg'ina Naji. Xo'sh ish olsa xo'sh kepti qilishayli, dedi Uyg'ur yigit. Xo'p, adash. Yanchug'idan tamaki xaltasini ilib, g'angzini boshmaltiqi bilan chingdab, ondan tutashtirgan Mo'ng'ul yigiti o'zi 2-3 qatim dud chiqarib, "Jova" deb do'stiga sundi. "Muno daryoning alpozi yomon, kechik birarmi?" dedi qiniga sig'maydigandek tashqinlab, ikki libini yolab yiqiyotgan daryodan ko'z uzmay turib qozoq yigiti. "Kechik bermaginini ko'ray. Hey, ko'ranglima, suv tilsiz yig'a deganni bilmamsan? Qosh daryosining sirini o'zim bilaman. Qarab tur", dedi-da, etining tizginini do'stiga tutqizib, yeshinishga boshladi. Egiz bo'y, kang yelka, do'qi manglay va cho'ng qo'y ko'zlaridan g'ayrat shijoat chaqnab turgan Uyg'ur yigiti. "Ko'vrik ancha yiroq emas-ku", deb beqishdi suv xatarligidan tashvishlanishgan yo'ldoshlari. Ungacha pashmat shim o'tigini tugunlab ulgurgan baslik yigit kurang qashqa etini yetilab daryo leviga bordi. "2 kundan keyin meni Aral to'pada kutinglar", dedi-da, suvga qadam tashladi. "Ey Xudoy!" Xudoni shipi keltirdi qozoq. Burxun, deb buttin madad tiladi Mo'ng'ul. Daryo iqimini qiyolab uzib ketayotgan otning ikki qulog'i bilan beshining ustunki yermila ko'rinatdi. Kuchlik iqin zaptiga qarshi kuchab bardosh bermoqchimikin, ot jonivorning zo'rqub xartildishi qirg'oqqa anglanatdi. Yigit bo'lsa itiga yondashib, dog'dam yo'lni bo'ylab mangandek, belkisini suvga tekkizmay, o'ra digidekla uzib mangdi. Ikki yo'ldoshi dimi ichiga tushgan holda teliqib qilishgandek daryoning levida dong etib turishibdi. Oxiri ot bilan yigit daryoning u qanotida ko'rindi. Ikki do'st yenik nafas ilishdi.
va tang degidekla arvoq yog'la yog'la un qetishdi-da otlarga minishdi. Gurang qashqa otliq yigit Böktarni yaqlab ketadigan chig'ir yo'lga chiqishiga bayotin do'ng ustida uni kuzatib turgan oqsoqol buvay yo'ling bo'lsin o'g'lim devidi yigit. Assalomu alaykum deb otdan tushmak bo'lganda buvay darhol man rozi otdan tushma o'g'lim oldirash ishing bo'lsa do'ng to'psiga chiq. Oqsoqolning rayini qaytirishni xohlamagan yigit do'ng ustiga chiqib otdan erg'ib yerga tushdi va qo'l qo'shtirib turdi. Birər xizmət barmidi cho'ng dada? Yo'g'isi o'g'lim, mana Xudo o'zi seni oldimg'ila keltirib berdi. O'ltar o'g'lim, yinimga yaqin o'ltarg'ina. Yigit yana oqsoqolning rayicha bo'ldi. Etini qantirib qo'yib, buvayning yiniga o'ltardi. Shu aralıqda ala xo'jundan choy qapoqni chiqarib ulgurgan buvay gullik cho'chakka choyni buluqlatib qo'ydi-da. Su bilan xili haplashding. Ushlab qolgansan o'g'lim. Cho'chakni yigitga sundi. Rahmat cho'ng dada. Tashakkur izhor qildi. Kaypangsimon cho'chakdan atgan choyni tiniq olmasdan ichivatgan yigit. Ha, mana, oduq chiqdi degan shu, deb ko'ksini yipib turgan oppoq soqolini tarashladi buvay va daryoning u qanotida go'rildab ketayotgan ikki otliqni ishorat qilib, "Avu ikki otliq yo'ldishing ajab sinandan ayrilib qilishda Qosh daryosining suridan qo'rqishdimi-ya? Yo'qay, har ikkisila qo'rqish deganni bilmaydigan xangzilar. Ular meni mashagacha uzitib kelgan. Undaqda jon og'inlaring o'xshamamdi. Shundoq, og'ina o'ngisiz odamning cho'lda o'sgan yolg'iz daraxtdan hech farqi bo'lmaydi. Va lekin vafodor do'st tepish basi mushkul. Bir umr sinoq, ishonch lozim. Men do'stlarimga ishonaman. Ularmi menga ishonadi, dedi buvayning so'zini bo'lgan yigit. Ishoncha ulug' fazilat. Bad gumondan Xudo xoli qilsin. Yigit bo'lsang, sino, nasab naslini surishti qil va ondan ishonch hosil qil. Shundala keyin do'stdan pushaymon yemaysan. Mening hozir ishonchlik 4 do'stim bor. Ikkisi Uyg'ur, biri qozoq, yana biri qalmoq. Mag'rurlangandek yiqimliq ilmaydi yigit. Boshqa toifa bo'lsa-mu, dili pok, niyati xolis bo'lsa, do'stlik kapolati shu, dedi-da, nimadir esiga tushgandek hassiga taynib o'ri bo'ldi buvay. Yigitmi o'rnidan dast turdi. Cho'g'dek qizirib petishqa boshlagan quyoshning oltin sho'lisi daryo betida chalqib, suv o'rkashlarini rang-murang tusga bo'yab, ajoyib bir xush manzara hosil bo'ldi-yu, lekin bu xush manzara uzunga so'zilmadi. Daryo betini gugum pardasi qoplashqa boshladi. Hikmat, dedi osni tayangan holda daryodan ko'z uzmay qadilib turgan buvay. Daryoning xuddi inson bolasidek seri hikmati bo'ludi jumo. Daryo shavquniga quloq solsang, odam bolasining ahvozari, hasrat nadomatini anglagandek bo'lasan. Gugum mezgilida shavqun avjiga oladi. Men har kuni turib, daryoning shavquniga quloq solaman. O'tgan kunlarni eslayman. Yigit buvayning keyingi ta'birlariga diqqat bo'lmadi. Uning uchqur xiyollari daryoning kuchlik o'rkashlarini qo'g'lishib, yiroqlarni, yulduz tuzlanglarini, jirg'ilang yayloqlari va ili vodisini sayla qilmoqda edi. Avu kumuch kamardek urilib oqqan ili daryosi, davom qildi so'zini buvay. Tekis, kunas, qosh daryolarining bir-birisiga qo'yilishdan hosil bo'lishi mana shu 3 daryoning chetlagan yeriga, Avral teg'ining etikiga joylashgan Qashqarabog' yurtda san siyoqi qaysar yigit tug'ilishimi hikmatdan xoli emas, demoqchiman-da. Qaysar takrorladi ichida yigit tog' cho'qqisiga tikilgan peti. Quyoshning oxirgi qiyosh nurida cho'g'dek tavlangan tog' cho'qqalaridagi salla misoli turtak bulutlar osmon bo'ylab parvoz qilgan burkutning salmoqli qanot zaptidan parang ro'moldek parchilanib, burkutmu qizil rangga bo'ylatdi. Qaysar deb mana mushuni atsa bo'ladi, deb pichirildi burkutga tan bergan yigit. Boyiqi
Yigitning diqqatini bo'ldi oqsoqol. Boyiqi ikki yo'ldoshining aptiga qaraganda otning qulig'ida o'ynaydigan yigitlar ko'rinadi. Ularnimi Qaysar davagin cho'ngdida. Biri Yulduz, yana biri Aral to'pida dangliq. Yulduz u bepoyandala. U yerni to'rg'a o'tlar makonlagan. Otlari dangliq. Munosining ko'ran qashqan bultur eti ekanligi bo'ri mingishidan belgulik. Buvay qaytadan qumdulib o'ltardida suhbat deshinimi o'ltirishqa imo qildi. Aral to'pa so'zining davomini ulashtirdi. Osti bilan xarita sızgandek yerni 3-4 qitim sizitib buvay. Aral to'pa mo'xor jirg'ilang, buzadir yayloqlarini yerning jannati desang kupurliq bo'lmaydi. Bizning Saydiya nomli davlatimiz davrida Qipchoq dalosidan Toyirxon boshchiligida yig'ib kelgan Qizay qozoqlar mushu keng yayloqlarni panolagan. Qozoq do'stingning kindiqini Aral to'pida to'kilgan ekanda. Neminingdir shapsini sezgan ko'ran qashqa kishnab yerni chapchidi. O'rnidan irg'ib turgan yigit etining ko'kilsini qayirib, mang'lini sepidi. Buvay bo'lsa choy qopig'i bilan gullik cho'chakni hujunga silib, hassiga tayandi. Cho'ngdada, amdi menga ruxsat bersang? Yo'q, keskin rad qildi yigitning iltimosini buvay. Seni bugun hargiz qo'yib bermayman. Nusrat buvangning o'zi ter to'kib parvish qilgan qo'g'onlaridan birersini sana tilib yegizmasa ko'ngli tinmaydi-da. Qaytishimda yo'li qo'y. Nisyangni qo'y o'g'lim. Qo'g'onliq mana yiqilli yerda. Shu topda nevram cho'lpan barangliq oldiga chiqib, mening yo'limga qarab turdigan-do texi. Qizning ismi atalganda yigit ikkilinib qoldi. Qiz deganni ko'rgisi kelmaydigan bo'z yigit bo'lamdi. Qiz deganning 40 turlik jozibasi bo'ladi-ku oxir. Yigitning ichki tavrinishidan mangpung bo'lgan buvay davom qildi. Sana demakchi, sening quloqlaringga quyib qo'ymoqchi bo'lgan pandi nasihatlarim bor texi. Barangliqda chazani qurib, qo'g'on yeb o'ltirib mundishimiz. Qandoq dedim? Yigit javob o'rniga buvayning qo'ltig'idan yo'lab, egarga o'ltirg'izib, o'zi keyniga mingashdi. Davomi bor.